Seman yangiz Mahikuk. Va nihoyat uydaman. Soat 9dan beri envini kutib vobshe Instagram kirman. Hozir Instagramga bitta kirsam editlar bormi? Qisqa videolar bormi? Hammasi ketma-ket chiqib turadi. Shu reaksiyani olish uchun atiydan reaksiya haqqoniy bo'lish uchun umuman kirmadim. Ammalab shu paytgacha chidadim. Instagramga umuman kirmadim shu paytgacha. Lekin klipni shunaqangi ko'rgilarim kelib ketdi. Qiynalib yurdim. Hamda где-то 60-70 ta kanallarda borman videosi uchun ochilgancha, ularga vobshe kirmadim. Yangilik mayli, anaqa newslari, qisqa videolarni tashlashadi deb ular zo'rg'a talab shu paytgacha. Kamera gapiramiz, tezroq klip ko'ramiz. Sabrlarim chidamayapti. Klip ko'rishga tayyor emasman, lekin ko'rishim shart. Hali bu paytgacha hali bittam komikni bunchalik hayajon bilan kutmaganman. Hayajonlanib ketyapman. Xonamni derazasi katta ochimiz deya xonam. Hayajonlanib isib terlab ketyapman vobshe. Bitesda poisk berishman birinchi bo'lib stream turishini. 4 minutdan oshiq ekan. Yo'q, ko'ra olmayman, chidolmayman. Okay. 1080 ga qo'yib, aylantirib, birinchi bo'lib oddiy klip o'zini ko'ramiz. Keyin tarjimasini o'qiymiz. Tayyor emasman. Qo'llarim qaltirab ketyapti. Oh my god. Hayajonlanib ketyapman. Ko'rishga hali tayyor emasman. Klip ko'rishga hali tayyor emasman. Yuralari shunaqangi dukurlab ketyapti-ki, hech qaysi comebackda bunchalik kutmaganman, bunchalik hayajonlanmaganman hech qaysi bitta comebackda. Bo'pti, boshlaymiz. Kema. Men bu aktrisani kinolarda o'ynaydigan emasmidi? Ko'zimga cho'da tanish shu aktrisa. Yuralarim vobshe dukurlayapti barku. Stop. Jungkook. Demak, teaserdagi ovozlar ham Jungkook kimidi? Jungkook. Turishini. Kamera gapirishga harakat qilaman. Turishini qaranglar. Stop. Jungkook ovozini o'zgargani bir alohida tema. Ularning kiyimi alohida tema. Bu MVdagi pozitsiyasi alohida tema. Oxirgacha ko'ra olmayman men buni. Balki Instagramga kirsam shunaqa editlar chiqadi. Men shu bugun o'ylaman. Davom etamiz. Lekin ko'ra olmayman oxirgacha. Qo'llarim qaltirab ketyapti borku. Hech qaysi comebackka bunchalik kutib, bunchalik hayajonlanmaganman, bilmadim nimaga. Okay, davom etamiz. Stop, Marin joyni eshitmadim. Jungkook partiyalarini alohida yana bir marta eshitishim kerak.
kemani, lekin ichini shunaqangi chiroyli qilishibdi. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Oh, you ain't even gotta love me back, girl. You know that I'm never holding back, girl. Yeah. So easy, maybe so hard. Nights like these, I just wanna get lost. Right here with the moon and the stars. I ain't gotta think, but I think maybe I just swim, swim. Wanna fall in love with your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime. 중국. Manimcha mana bu ikkinchi naqoratiga kiyotgandagi swimni betayotganini hamma men birga aytibdi-ku. Manimcha mana shu ikkinchi partiyasiga kelgandagi swimni manimcha Vin ovozi. Tizerga manimcha Vinikini qo'yishgan. Shuncha biz bila olmaganmiz. Chiminning ovozi dahshat. Boshidagi partiyasi chungoq bilan ketma-ket. Chiminiki ham yoqdi. So deep, take it off the ground, I ain't never getting coffin. Yeah, you know me, yeah, you know me. Sitting on the throne, I'm ready for the whole thing. I can feel the highways coming. While you run away, you can run it. Sour from my tongue, she's stunning. You're the only place that I wanna be. Vina kostyumlarini g'irt shahzodalarga o'xshab qopti. Okay, davom etamiz. Vi o'zi chiroyli bo'lsa, men bu kostyumlarni-chi, ana stilini shahzodalar ham kiyadi-ku. Haqiqiy shahzoda bo'lib qopti balki. Ana erta indingi live'larda agar shu anaqaligini obrazligi bilan chiqishsa, shu kostyumlar bilan odamlarni o'ldiradi bu bola. Yettita shunaqa odam bilan bitta kemaga chiqib qolsam bormi? O'zimni suvga shartta kallamni tashlasam kerak. Bu opa qanaqa yuribdilar bilmadim lekin. Stop. Yine bu joyini bir marta eshitish shart. Shunga qo'rqatdi ovozi. Ma'nosini hali bilmagan bo'lsam, muzikani o'zi menga yoqdi. Babarga ko'ringlar, tushunmayman baribir. Amallab ko'rdik. Kostyumlar. Az videoyim tugatgan so'z o'tamiz. To'g'risini aytsam, birinchi marta klip ko'ryaptim, unchalik
miyamga kirmadi. Nima ko'rganimni bilmadim bu videolar yoqqanimdagi gaplarim esimdan chiqib qolish hayajonidanmi ili ertalabdan beri kutib bunchalik kompyuter kutmaganimlarni hayajonimi bilmadim. Uchinchi marta ko'rganimdan keyin o'zimga kelib yig'lab ko'raman keyin. Hozir tarjimasini o'qiymiz. Anaqa tarjima qilibdilar. Kibosabda esingizda bo'lsa, Hansebek degan adminkam bo'lardilar, Sabohat. Ularni hozir YouTube'larda ko'rdim, tarjima qilibdilar. Tayyor tarjimasini ko'ramiz. Rahmat Sabohat. Mazza bo'lsa kerak, tayyor shunda tarjimani shunda ko'rib yorish. Rahmat Sabohat. Xizmatingizga rozi bo'ling. Okay, I'm ready. Boshlaymiz. Opani skromniy такой yig'izib qo'yishibdi. Bashkanali ko'pchilik yoqmaydi deb. Voy, endi shundan keyin men xuddi shunaqa kemaga chiqqim kelyapti. Menga takoyani zamonaviylari yoqardi. Endi menga maqa eskichasi yoqadi. Okay. Arim aka, men Shayxontohur tumanida, to'liq adresini aytolmayman. Shayxontohur tumaniga shunda kelib menga telefon qiling, men o'zim chiqaman. Qidirayotgan ekansiz-ku, qayerdasan deb. Ma'nosi ham zo'r ekan. Tarjima ham zo'r qilingan. Keyingi gapga tushuniladi odam, ulanib ketilgan. Tushunarli tarjima. Shuga ham uzun sochi biram zo'r yarashibdi. Shugan adasiga rahmat. Adasi aytibdi-ku, sangiz uzun sochlar yarashadi, o'stirgan sochingni deb. Rahmat adasi. Voy, adasi tishi g'alati ekan. Shugan adasi. Okay, davom etamiz. Stop. Bo'ldi, okay, davom etamiz. Shugani partiyasini mana shu oxirgi qismlari yoqdi. Hozir. Nega mendan qochyapsan, menga qarab yugur degan joyidan. Tilimda dengiz tuzi, biroq u qiz betakror. Mana shuni shundaylar nimaligini?
Sen men bo'lish istaydigan yagona makonimsan. Meni ham makonim bor masjidda. 97-yilda tug'ilgan. 1-sentyabrda tug'ilgan. Nima? Tug'ilgan? Tug'ilgan. Mahij jimgina tarjimani ko'rib o'tir. O'zing gapirishni boshladim yana. Chunki men ham seni umrimni seni kuzatib o'tkazaman. Bittaman emas, butun boshli armiylar tushun. To'g'ri, bir xil paytda chegaradan o'tib turish kerak. Har doim ham hayot bir tekisda keturmaydi. Har doim ham kattalarimizni qolipida yurishimiz kerak emas. Menimcha gap egasini topdi. Agar bu videoni o'zi ko'radigan bo'lsa, chunki bu gap o'ziga ham aytganman. Ozgina odam hayotda sho'xligan qilib turish kerak. Shunda hayoti qanaqadir quvnoq bo'ladi. Bo'pti, yurak xuruji bilan yana davom etamiz. Hozircha tarjimani ham o'qib oqayotganimda tahlil qilish miyamga kirmayapti. Bilmadim nimaga. Anta ovqatim kutib turibdi, ukam kutib turibdi, Jingali amaki. Hali ili post qilib yozaman, ili video qilaman. O'shanda BTS albomlar hammasini obzor qilamiz-ku, har doimgidek boshqa gruppalarga o'xshatib. O'shanda agar yana bir marta o'qib ko'rganimda ilmiy so'zlar kelsa, o'shanda yozaman. Hozir shoshayotganimgami, miyamga hech nima kelmayapti. O'zim mana svetsilnik ham lampochkasi kuyib bir narsa bo'lib qoldi. Bugun nasib qilmaganmi deyman shu ko'rishim. Hozir yozma ish qilaman deganda. Okey, davom etamiz. Jihopa partiyasidagi bu joyda biza vaqtni qo'lamaymiz degan joy yoqdi. Arang aytganmidi? Kim aytgan edi? Yaqindagi bitta intervyu berishganligida Chunguq ovozi diapazoni boshqa bo'lib yana ham mukammal bo'lib o'zgardi deganligi rostdan ham boshqacha bo'lgan. Ananda yangi yilga tashadiku, cover qilibchi, muzika qo'ydiku YouTube'ga. Eshitdim. Bu rostdan Chunguq ovozimi dedim. Vobshe ajrata olmadim. Vobshe boshqacha bo'lib qolgan. Qanaqadir yo'g'on. Oldin qanaqadir mayin yengil ovoz edi-ku, hozir qanaqadir boshqacha bo'lib qolgan, yo'g'on, jiddiyroq. Chunki nima qilding ovozingni? Bizga baribir ham har qanaqa ovozing yoqadi. Shuncha olgan videoyim ish qilib qotib qolmasa bo'ldi. O'chib qolmasa bo'ldi deganim. Telefonim qotyapti. Ozgina qoldi. Undan keyin ko'p gapiradigan gaplarim bor, lekin chiqib chidab bersam bo'ldi telefonim. Ketdik.
Mana opaniyam, shu opaniyam qayerdadir ko'rgan, shu topaman baribir shu qizni. Shu amerikanskiy kinolarda chiqqan aktrisami, shunaqada. Anaqa kiyimiga maslab makiyaj qilib, bunaqa qora rangli, derskilar ko'pchilik yoqmaydi-ku. Shuning uchun ham kiyimini skromniy qilib, makiyajini ham tabiiy qilib bo'yashibdi. Chiroyli. Mana shu 7 taliga turibdi-yu kemadachi. Oldiligida shuncha joylar ochiq. Shuncha joy ochuvligidan bitta joyiga men yetishmayman-da. Mana bu kod dedingiz haqiqiymikin, nima deb o'ylaysizlar? Sahna jarayonlarida ko'rishamiz. Ko'rishamizmi, ko'ramiz. Tillarim yana jingala-jingala ketyapti. Bo'ldi, o'chiramiz. Xo'sh, bizda bugungi ishlar nimadirda? Tomoshangiz uchun tashakkur. Yana boshlandi o'zimga o'zim gapirish. Bu videoni agar menimcha uzmasdan qo'yaman. Agar hali yana yo'qsiramasam, miyam joyida bo'lsa, ana eski telefonimni topsam, muzikalarni video qilib obzor qilamiz. Lekin baqirishim mumkin-da. U payt hamma xuddi o'sha soat necha bo'ldi? 8 dan oshdi, 8:30 dan ham oshdi. Bilmadim, bu reaksiya sizlarni ko'ngilingizga chiqdimi, lekin meni ko'nglimga chiqmadi. Qanaqa sizlar ko'ngilingizga bo'ldimi? Sizlar kutganingizdagi nimasi yoqdi, nimasi yoqmadi? Reaksiyaga indamasanglar ham mayli, bilaman dabdalar. To'g'ri, nima hali o'quvchiman-da bu borasida. Hammani ketqizib, uydan ovqatlarimni tez-tez qilib, kishini ukamni ham uxlatib, u ham hozir turdi, video orasida unga ovqat berib kelib, shuncha hayajon bilan, shuncha kutishlar bilan ko'rdim bu videoni. Bu muzikaga dance takoy Black Swingga o'xshagan sokin, yengil harakatlar bilan bo'ladi deb o'ylayman. Ertaga konsert bo'lyapti, bilasizlarmi? Xabaringiz bor shekilli. Anaqaga ham tashlagan edim-ku kanaliga ham. Alam qilib ketyapti Netflixdan pulli bo'lib ko'rilishi. Ukam keldi. Paka. Video yoqqan bo'lsa yozinglar kommentariyaga. Hozir bermini. O'zim bilan o'zim gaplashamanmi? Hozir chiqaman. Bermin, xayrlashib olaymanmi aka? Xayrlashib olaymanmi aka? Keling o'tirib turing. Video reaksiya yoqqan bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Yana shunaqa reaksiyalar bo'lsinmi? Qanaqa bo'ldi video? Bitta gap marta qaytardim. Bitta videosi haqida yozinglar. Meni reaksiyam haqida yozinglar va yana shunaqa videolar bo'lsin, shu haqida yozinglar. Ana shu narsa. Miyam ochib ketdi o'sha. Hayajonlanib. Paka. Keyingi videoda ko'rishamiz. Paka deb qo'y. Paka.